Nima shikoyat bilan keldingiz? Qulog'im goh ochiladi, goh yopiladi. Ha. Menimcha tozalaganimda, Quloq tozalaydigan. quloqda paxta bor, uchida paxtasi bor. O'shanda ichkariga tiqib yubordimmi degan. Ha. Men aytdimmi? Demak, men ko'rsataman, marhamat. Quloqni chirkini ichkariga tiqib yubordimmi? Bir ochilyapti, bir yopilib qolyapti deb shikoyat bilan keldilar. Ko'ramiz. Kiri nima qilib qo'yibdilar? Ichkariga yetab yubordimmanmi? Ana. Mana doda. Barakalloh Mavlono. Quloqni kirini ichkariga tozalayman deb ichkariga tiqib yuboribsiz. Erinmasdan keling. Biz tozalab beramiz. Buni olishingiz o'zingiz qiyin. Chunki o'zingiz ko'rmaysizda. Perforatorsiz yo'qmi? Yo'q, perforatorim yo'q. Drelchi? Drel bor. Sog' bo'ling. Umringiz bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, kirni olib beramiz, xudo xolasa, do'dan quloqlarni ochib beramiz. Kuzatishda davom etamiz. Amin. Mana do'da. Endi qanaqa quloqingiz? Yaxshi? Ochildimi? Ha. Haligidan Ha, eshitdim. eshityapti. Bu yoq quloqingizni ham ko'rib beraman. Mayli. Bu yoq quloqingiz ham Xudoga shukr zo'r. Yaxshimi? Toza. Endi bemorlarni tuzatishda sabab chiqib qo'yganda Xudoyim bizani. Shunga kuch-quvvat berish uchun bir duo qilib bering. Alhamdulillah robbil alamin va salatu va salam ala rasululloh. Allohim kasbiylarga Alloh baraka bersin. Shifo bersin. Nima deydi? Dard bergandagi shifosini ham o'zi bersin. Allohning oldi martabalar bundan ham baland bo'lsin. Ikki dunyoyini Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.